Bizni kuzatib borayotgan barcha qishloq xo'jaligi agregatlari ishqibozlari bugun sizlarga mijozimizdan kelgan 12 metrlik apreskavatorni ishlash jarayonini video lavhasini ko'rsatib o'tamiz. Bu mijozimiz 2026-yilda xarid qilgan bu 12 metrga to'g'ri sepadigan shtangel apreskavatorimizni ishlatib syomkasini video lavha qilib tashlab berganmiz. Kimga mana shunaqa sifatli agregatlar kerak bo'lsa, bemalol yuqorida belgilangan raqamlarga aloqaga chiqib qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Va buni eng sizlarga bitta qulaylik qilib qo'ygan yangiligimizni aytamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud, kelishilgan holatda 100 ga yetib boradi. Yetib qabul qilib olganingizdan keyin ishlatib, ko'rib, tekshirib, keyin to'lovlarni amalga oshirsanglar bo'ladi. Oldindan hech qanaqa to'lov yo'q. Buni o'z mutaxassislari juda yaxshi biladi. Bitta zapravkasi o'rtacha 2 gektarga yetadi. Telegrafika datchiklar bilan jihozlangan. 2 gektarga, 3 gektarga, 1 gektarga o'zingizlarni xohishingizga qarab moslashingiz mumkin. Farsonkalar ko'rib turganingizdek latунli farsonka bo'ladi. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, agregatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bundanda sifatli va bundanda qulay narxlarda bemalol bizani kuzatib borib xarid qilishingiz mumkin. Shu aytganimizdek, to'lovlar siz xohlagan uslubda va siz ko'rib tekshirib olib, keyin to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Hammaga rahmat.